Suv tekanda sizlar uchun suv tekan narxda 2019-yil avtomat korobka Gentra, kapot Krilo ekan parogida kraskasi bor ekan, mashina cho'ko rangda. Buni petni o'qib bo'lmaydi, lekin ichlari hamma narsasi but-butun chotki bo'lib turibdi. Hamma yog'i ideal holatda. Balonlari ham yaxshi holatda, kraskani yaxshi sepishgan ekan, ajralib qolmayapti. Salonlari ham mana toza-ozoda bo'lib turibdi. Mashina shaharda yurgan mashina, 124 ming benzinda yurgan rullada. Hop, video registrator, Magicar pult. Любой ustasiga olib borib bemalol ko'rsatib tekshiraversin. Mashina yaxshi doddilar, biz ham tekshirib ko'rdik. Korobka, ходовой motorlarda umuman ishi yo'q, o'zingizlar ko'rib tekshirib olasizlar. Suv tekan kanalidan 2019-yil Gentramizni olib maza qilib haydayman deganlarga $9790 berib yuboramiz. Qoyilmisizlar? Bozorda 10,5 mingdan kam